Eng kulgilisali kallasi ishlamay qoladigan oshnangiz biznes plan qilib qoladi-yu. Seryozni aytyapti. Oshna deydi, pulni tiksan deyapti. Sen Rossiyani hal qilasan, men O'zbekistonda deyapti. O'zbekistonda uzum rasa ketyapti, Rossiyadan olib kelib sotishimiz kerak deyapti. Rizamatlanasa deydi. Ke bor dedi, boshingni almashtirib keyin kelasan desan, boshimdan oldin telefonimni ekranini almashtirib olib, puldan berib turing, jigar sinib qolgan deydi. O Qasam Telekom senga ishonmayman, sen ishonmasangiz rasmini tashlayman deb ekranni skrinshot qilib tashlab qo'yibdi menga. Dodirdi qilgan ishini qaranglar. Endi ham bermayman, sen topib olgan gapi bor. Oshna deydi, tobutingizni biz ko'taramiz deb berdi, libojaga. Sen o kumuska qada hali ko'tarmagan tobutingni minnat qilishni boshla. Yo'q, sen qadam bilyapsan, men sendan oldin o'lishimni. Sen bitta planing bormi yo menga? Leftalsoy bilan ko'rishtirib beradigan meni. Sen ko'nmasang, meni odamlar ko'nmay qo'yam. Yo, o'lib qolgan joyimni ko'mib qo'yishami yo, bir tepib o'tib ketisham, mana oshnasiga pul bermagan ekan deb. Hech yo'q, ukam 28 velosipedni so'dirab borar, to'g'rimi? Qolib ketmasam kerak, yer yuzida ikkita ko'milmagan odam bor. Lelim bittasi, ikkinchisi men. Bu bo'lmaydi-yu.